Hozir Aramazorga kelganmiz. Ustoz otangda ulug' deyishadi. Hozir ustozning oldiga kelganmiz. Buncha ustozingiz ko'p sizni? Akfani o'rgatganlar menga, Abdusamad akam, juda ko'pchilik taniydi. Ha. Bloger bo'lib ketgandan keyin qarasam oldida kelmagan ekanman. Bir foydam tegsin ustoz. Keldim mana. Ko'pchilik taniydi sizni. Ha. Ishingizdan zo'r. Narsalaringizni ko'rsating endi. Qanaqa mahsulotlar, Akfadan qilasizmi? Akfa mahsulotlari bor. Ha. Keyin har xil profillar bor. Endi Alex, Cross, har xil profillar bor. Akfadan ko'ra arzonroq profillar bor. Akfa endi eng yaxshisi, eng qimmati. Kvadratini qanchadan qilyapsiz? Kvadratda rasxotiga 20% xizmat qo'yiladi. Ha. 20-18% xizmat qo'yiladi. 2 qavat bo'lsa ham, 1 qavat bo'lsa ham farqi yo'q. Bonuslariga Fortga qo'shib beramiz, xudo xolasa. Portiyani o'zini aytsa-chi? Ha? Portiyani o'zini aytsa. Fortga o'zini bepulga qo'yaveramiz. Eshitdilar-a? Ha, ketyapti. Men Abdurahim ustasiligini bilmas ekanman. Saddada faoliyat boshlaganlar. Taxminan 50 ga yaqin desam yolg'on bo'lib ketadi. Bu 20 ga yaqin shogirdlari bor. Hammasi Akfa sohasini mahkam ushlab ketganlar. 100 ga yaqin xonadonga halol taom kirib mehnatdan faoliyat qilishiga sababchi bo'lgan usta bo'ladi. Juda hurmat qilamiz. Sadda ahliga Akfa kirib ketishiga baxt sababchi bo'lgan. Xuddi shunaqa, nima, Saddada, mana Toshloq territoriyasida akfachilar tarqalishiga sababchi bo'lgansiz. Hattoki o'zlarining shogirdlari bag'di mashinnik deb ham tuhmat ham qilishgan. Vaqtida olib kelmaydi, anaqa har xil gaplarni ham gapirishib yuborishgan. Yaramaslar. Xullas, bemalol murojaat qilaverasizlar. Akfa sohasidagi qanaqa mahsulot bo'lsa, hammasini yasab beraveradilar. Muddati ham tez bo'ladi, hali. Muddati hozir ancha tezlashib qolgan. Javob bir hafta, bo'lmasa 3 kun, 4 kunda o'rnayapti, xudo xolasa. Pulini olasizlar? Ya pulini siz zaklatib bersa bo'ldi. Qolganini o'rnatishimizga ishtir qilib tursa bo'ldi. Bitta savol beraman. Qani, men doim qiynayman-da. Eng katta yasagan romingiz necha? Eng katta yasagan endi vitrajda endi. Bilmayman, romda, men tushunganim shu. Rom. Xo'p, eng kattasi 4 ga 4. To'g'rimi? Hazil ekanman, bitta uyda razmeri. Mana shunaqa. Vitrajlar Toshkentga borish chiqib kelyapmiz. Yaqinda Toshkentga borish chiqib keldik. Chaqirdan chaqirishyapti. 2014 da qiluvdi yoqda ishlarni. O'shalarga chaqirishyapti. Qo'yin Kelyapti. men bitta narsaga havas qildim. Joyingiz juda ham salqin, marhabo joy ekan. Marhabo joy. Eng qizig'i masjidda oldida. Xullas, pastda nomer qoldirib qo'yapmiz, aloqaga chiqarasizlar. Ustamga foydam tegib qolsa, xursand bo'laman. Haddish qilib yuborasizlar. Sog' bo'linglar, salomat. Endi qaysi ustangiz oldiga boramiz? Endi yuring, yana ustalarim ko'p, borib kelamiz. Ha, bo'pti.